Ko'pchilik haligacha shu fikrda o'zi o'tib ketadi deyshadi. Bu xato fikr. Har doim vaqtida davolatinglar. Qancha vaqtdan beri yuzingizga toshadi? 2 yildan beri endi o'shashimni mana shu tarafimga chiqishni boshlagan. Peshonalarimga ham toshadi. Men u payt unaqa ahamiyat bermaganman, seriyozman deb o'ylamaganman. O'sha keyin ketadi deb aytishgandim manga. 2 yil o'tdi, hali bu narsa ketmay portlashib ketdi, dog' qolib ketdi. Bu patsientim menga muolajaga qatnayaptilar. Akne muammosi bilan hozirda yuzlarida hech qanaqa toshmalar qolmagan. Biz hozir izlari bilan ishlayapmiz. Terida qizarish va ozgina pigmentatsiya, ya'ni giperpigmentatsiya muammosi bor. Ko'pchilik haligacha shu fikrda o'zi o'tib ketadi deyshadi. Lekin bu xato fikr. Har doim vaqtida davolatinglar. Sizda necha yildan beri toshadi? Mana 3-yil ketyapti. 3 yil yurganlar oxiri menga murojaat qildilar. Lekin o'sha terida ozgina chandiqlar ham paydo bo'lgan. Har doim vaqtida davolatsanglar bunaqa muammolar kelib chiqmaydi.